Astro. Men o'zimga kichikgina orzuyimga yetdim. Bu ichib turgan narsalarim emas. Qahramonga chiqdim va naqd 60 ta yig'ib mana shuni oldim. Shunaqa vaqt ketdi bolalar. Mana reytingga kirsak endi o'ldirish reyting bo'yicha 20 ga o'xshadim. O'ldirish bo'yicha reyting. Hozir qo'shimchaga ketish vaqti. Hozir ham narsa ko'rsataman qayerda edi. Qayerda turadi o'sha narsa qayerda? Mana karyera. Kerak bo'lsa karyeradan mana. Hangi rekord urmoqchidim, rekord o'xshamaydi. Muvaffaqiyat yo'li. Shuncha narsa. Shuncha şey dedi. Bunu bilasan, rekordim 2 milyon. Ama bunda yine farklı dedi. Olur. Yani 7 dolar. Dışarı ona koparmaz, kememez 7 de. Ama bunda squat yok. Olgandim adashmasam. Yo squat yok, olgandim. Olgandim mana. Adashmasam squat yo'qmi, olganman. Sizlarga o'ldirgan bo'yicha qisqacha video bo'ladi. Qo'shimchaga kechib ketdi. Ana. Demak, bizda astromatda bitta yibanch o'tiribdi. Bitta tepada tog'da bizda astro bitta yibanchani o'tyapman. Ana cho'choqchaga qarab cho'choq. Jonim kamaygandan keyin yotdim. Aptechka o'tmama kotdi. Qolgan ishimni yibandi bit bo'ldi. Mana shunday dedim, squat yo'qolgan. Shuncha narsa, buni shura videodan qanday ko'radi? Ko'rsam biznes mana. Bo'ldi mana ekan bu farq biladi. Qisqacha squat yo'qolgan haqida. Adashmasam buni shortsi chiqsam bo'lsa kerak, YouTube'ga shorts. Sharp shooter. Nima degan tushunmadim to'g'risi. Mergan. Kichkina yo'q mana yotibman o'zim bir o'zim. To'g'ri qarasam squat kelib 3 kishi ekan. Hech kim chiqmayapti. Zerikib o'tiribman. Chiqdi.
Makaron. Cidden görmedim adam. Bazılarının 2 dakikası var. Hakkı doğru mu? Ana.